Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 18-mart 2026-yil chorshanba Boboshbek bozoridan paypoqlari narxi bilan tanishamiz. Aka, bularni narxi nech pul deyapsizmi paypoqlarni? 2000 so'mdan. Bular 2000 so'mdan. Mana shu bir pachkasida 10 ta bo'ladi, 20000 so'm pul bo'ladi O'zbekistonda puliga. Xo'p, bunisi-chi? Bunisi ham shunaqa. Bunisi ham xuddi shu narx. 20000 so'm bo'ladi bir pachkasi. Jigarlar mana. Mana arzon. Hayatjon aka, mana nomeringizni ayting aka. 97lik. Hop, 334 62 44. telefon qilaverasizlar, ha? Eng arzon paypoq sizda nech puldan nech pulgacha? Mana 1,5 so'm. Mana bular. 1,5 so'mligi bor ekan mana. Letski. Yosh bolachalarga-da. Eng qimmati nech pul hozirgi vaqtda mana shu? 3000 so'm ekan hozirgi vaqtlarda. Eng qimmati. Ayollarga 1700 so'm, 1800 so'm. Mana rangli paypog'ingiz nech pul shu? 1700 so'm. 1700 so'm, ha? Bu Bu bunisi-chi? qishki qalin, mana shu bor. Mana bularimiz bor, 1800 so'mdan. Buqqalarini ko'rsataveramiz Buqqalar, endi. mana. Nech pul bu? 1800 so'm. 1800 so'mdan. Bunisi ham 1800 so'm. Ha, Bunisi ham 1800 so'm. mana 1800 so'mdan. Bunisi ham 1800 so'm. Pachkasi 18000 bo'ladi, 10 ta bo'ladi. 1800 so'mdan. Mana bu ham shundaqa narxda. Bular ham xuddi shu narx ekan. Mana. Videoga like bosib qo'yaverasizlar, kommentariyani yozib qo'yaverasizlar. Ichkarida 2,5 minglik yangiliklar kelgan. Akamni mana ichkarida ham shu tovarlari bor. Boboshbek bozori kelganlarida bitta o'zi bunaqa nomli do'kon bor. Dilnuri tekstil degan. Buningizni nech pul deyapsiz aka? Bular ham shu 2000 so'mlik ekan. Mana paypoqlari ichkarida. Bu yerda endi qanaqalari bor aka? Bu yerda 2,5 ming so'm, 3000 so'mliklarimiz bor. 2,5 so'm, 3000 so'mlik ekan. O'zi asosiy sizda shunaqa yuklar, ha? O'zi bu do'kon ichida esa asosan 2,5 ming so'mliklardan iborat. Ko'p. Yaxshi, erkaklarga, ayollarga, yosh katta, kichiklarga, yosh bolachalarga paypoqlar bor. Nomeringizni qaytarib oling aka. 97lik. Hop, 334 62 44. shu nomerga telefon qilaverasizlar. Ismlari Hayatjon aka. Dastavka bor. O'zingiz dastavka ham qilib beryapsizmi? Beryapmiz. Yaxshi, aloqaga chiqaverasizlar, ha? Mana o'zlarini, xullas, o'zlariga telefon qilasizlar, o'zlari dastavka ham qilib berishyapti.